Assalomu alaykum. Aziz Jobirbek Uz kanalining ashaddiy obunachilari. Aziz obunachilarimiz, bugungi 5-6 ta sovlig'imiz bor. Birinchi partiyasiga qo'zi sovlig'imizni chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib o'tamiz aziz obunachilar. Biz sovlig'imizga kelganmiz. Bu manzillarimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibmiz. Shu arzonchilar rahmatli ukamizni qo'ralarida, o'zlarining xonadonlarida turibmiz. Xudo xolsa sovlig'imizda o'ta razrezlari o'ta kelgan, chiroyli variantlardan, xudo xolasa, quloq oshlari ham kelishgan, oq yuz variantlardan istagan afg'onga chachishgan, mana yuzlarini ham ko'ryapsizlar. Quloqlari ham o'ta tiniq variantlardan istagan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Oldi to'shlari ham o'ta chiroyli kelgan variantlardan istagan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Aziz obunachilarimiz, bu sovlig'imizga keladigan bo'lsak, bo'ylari 75 plus, xudo xolasa mana. Realni ko'rsatib o'tyapmiz. Unaqa yolg'on yerlari yo'q. Rahmatlar, bu narxlari qanaqa bo'ladi? Narxini Yo'lida ayting narxini. Qimmat aytmang og'lar. 6 million bersin, dastavkasini qildiramiz. 6 million berishsa dastavkani qildiradi. Kami bormi, yo'qmi? Xayri bor. Xayri bor, ha, xudo xolasa. Dastavkasi qayergacha? Dastavkasi Samarqandgacha. Samarqandgacha bo'lgan holatda dastavka bu bo'g'ozmi, bo'g'oz emasmi? Buni egasi bizga Qo'chqordan chiqqan deb sotgan. Qo'chqordan chiqqan, ha? Ammo katta Qo'chqor qo'shganman deb. Katta Qo'chqor qo'shilgan ekan. Buni qo'shganman deb. Hozir buni bo'g'oz desam, toshmasini aytsam, qochmagan bo'lsa u yolg'on bo'lib qoladi-da. To'g'ri. Aziz obunachilar, buni endi Allohga tavakkal, o'zlariga baribir Qo'chqorga ham qo'shib olaverishlar olganlaridan keyin balkim qochib qo'ygan bo'lishi mumkin. Aziz obunachilar, telefon qilaversa nomerlarni qoldirib o'tamiz, xudo xolasa. Salomat bo'linglar, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.